Assalom qayg'u. Fransuz yozuvchisi Fransuaza Saganning 1954-yilda yozilgan ilk romani. Sagan bu asarni atigi 18 yoshida yozgan, u darhol dunyo bo'ylab mashhur bo'lib ketgan. Asarning asosiy mavzulari yoshlik va mas'uliyatsizlik, sevgi va rashk, erkinlik va axloq, vijdon azobi va voyaga yetish jarayoni. Roman voqealari Fransiya rivierasida yozgi ta'til paytida kechadi. Asarning bosh qahramoni 17 yoshli Sesil ismli qiz. Roman Sesilning qilgan ishlaridan keyingi ruhiy holatini va insonning o'z xatti-harakatlari oqibatlari bilan yuzlashishini tasvirlaydi. Assalom qayg'u degan nom inson hayotidagi qayg'u va pushaymonlik hissining muqarrarligini anglatadi. Roman oxirida Sesil o'z harakatlari oqibatida ilk bor chinakam qayg'u tuyg'usini his qiladi. Bu asar fransuz adabiyotining klassikalaridan biri bo'lib, sevgi, erkinlik va insoniy mas'uliyat haqida o'ylashga undaydi. Agar siz inson xarakteri va ruhiy olamga oid asarni yoqtirsangiz, bu kitob sizda katta taassurot qoldiradi. Aziz kitobxon, ushbu kitobni o'qib chiqishingizni tavsiya etib qolamiz.